Uyg'ur yozuvchisi Mahmud Muhammadning Tarixning ko'zi Molla Musa Sayrami nomli asari. Bu asar Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'g'rida anglitildi. Bala Mulla Muzat daryosining yuqori eqimi Cho'l tog'ining shimoliy qirg'iga joylashgan, atrofi qatma-qat tog'lar bilan o'ralgan o'rmonliq, qadimiy go'zal makon Bay nahiyasining bag'riga yarishib, Sayram rayon tavalikida Ona qiz yesi deb ataladigan bir barakatli makon jilli qilib yotadi. Miladiya 1836 yili 8-oyning 23-kuni Ona qiz yesining To'g'ayla mahallasidagi Qizil o'rik, qizil sayva üzümlər mo'lchilik nimmati to'kib turgan bir mo'tvar ho'ylisida odamning ko'nglini shodlantiradigan bir hayotlik kuyi yangradi. Ho'yli supsidagi gullik palas ustida quroq ko'rpiga badashgan qurib o'ltirgan, chiroyi pokiz, vujudidan quvvat urg'ib turgan taqvodor bir odam ko'zlarini yumib, oqmunchoq tasvirni jiddiylashgandek tiz-tiz siyirg'inicha to'xtovsiz pichirlab yaratgan Allah'dan asallık hem asayişlik tilaydi. Ana şu holatdami uning sal dinlashgan yo'g'on quloqlari nerdagi uylardan chiqayotgan har bir tevishga qadalgan bo'lib, yig'i ovozi chiqishi bilan soqolliq chehrasini aytqusiz bir shodlik tizdan cho'lg'ib oldi-da, yelkinlarini tavirtib, "Shukr Alloh, yarhamakullah" deb onqonlarda yuzini siypadi. Zamanısida xeli yuqori diniy ma'lumotga ega bo'lganligi, bir qator fazilatlari tufayli Sayram rayoni bo'yicha o'qimishliq, hurmat va obro'ga ega xalqparvar bu mo'tvarning ismi sharifi Molla Aysa G'o'ji bin Molla Azizxon G'o'ji bo'lib, xosiyatlik Jamadiyal avval ayning qutlug' kunida uning qalbiga shukr va shadmonlik sezimini ato qilib, anglangan hayotlik qo'ng'irqi yig'a dal uning tunji o'g'li Molla Musaning tiriklik olimiga yo'llagan eng ilik jakosi edi. Shuhratli qizilning o'ylariga oshiyan bo'lgan, Bay diyorida dunyoga ko'z ochgan bu buvoq kelgusidagi iste'dodli Uyg'ur olimi, tarixchisi, shundaqla shoiri Molla Musa bin Molla Aysa G'o'ji Sayrami edi. Chevar bog'van o'zi tutqizgan mevlik ko'chatlarga qandoq mehr va ajr singdirsa, Molla Aysamo hayotiga va oilasiga cheksiz yengillik, xushallik elib kelgan orzuliq farzandini o'z ilkidagi ilm va fazilat bilan balduroq tarbiyalash, yetildirishga shunchalik asqatdi. Ta'liga farzandini tetik, ho'shyor bo'lib ulg'ayishga boshladi. At tarbiyasi, ana armonlari güdak Molla Musaning vujudida yumronligidan tartibla ko'klashga boshladi. Balaning zehni ochiq, tili chuchuk, harakatlari ravon edi. O'z yeshidikilar xiyolini keltirmagan narsalarga, ishlarga qiziqatdi, so'raydi, bilgisi keladi. Bu holdan Molla Aysaning qalbi aytqusiz shodlikka cho'matdi. Bala 6 yoshida bo'lib o'tgan kichikkin bir ish Sayram madrasasining bu muddarisining yodidan asla ko'tarilmas edi. Molla Aysa bir qatam darsxonada Hazrat Navoiyning G'aroyibu Sigar divonini bir naql tufayli ishlatmoqchi bo'lib, atdigan uydan o'zi bilan birga elib kelgan bir muncha kitoblar orasidan izlab topolmaydi-da, hayronlik va ansizlik kuchimadi. Arliqda u madrasaga yaqin yerdagi uyiga chiqib, ajoyib bir ishning ustiga tushdi. Kichkin Musa hech kim yo'q chatdagi uylarning birida dariza oldida yukinib o'tirib olib, dariza taksisida echiqliq qo'yilgan Navoiy asriga butun vujudi bilan tikilib o'tiradi. Bala 7 yoshga amdili kirgan yili Molla Aysa Musur o'zi mudarrislik qilayotgan Sayram madrasasiga o'qishga bordi. Chechen o'g'lining shu kungi xo'shligini hech bir tasvirlab bergisiz, mehribon onasi tujublab tikib bergan kichikini jilta tun bo'yi uning takisidan o'rin olib chiqqan edi. Sayram madrasasining to'p to'zib turgan ho'ylisi, bir necha bala qo'shqo'llab tutib olgan qisqa supurginlari yerni tozimi itdik,
bir-biri bilan baslashgandek shipildatib supurib bormoqda edi. Ulardan sal nerida aplik parejisining uzun pashlarini beliga qistirgan, ko'zlari chaqnab turgan bola inishib tazima ixlosi va qo'lidagi yo'g'on evriqdan yerga suv elib sapmoqda edi. Uning nerida bir necha bola o'yin bilan band edi. Musor, Musor, kel tepish o'ynaymiz. O'ynayotganlardan biri cho'ng'il dedi. Suv sepayotgan bola qaddini ruslab u yoqqa qaradi-da, beshini chayqadi. Keyin qo'lidagi evriqni tom tuviga qo'yib, chapinning pashlarini tushirgunicha udul savoqxonaga yugurdi. Sal o'tmay savoqxonadan naydak inchika ovoz, mashq ovozi yangradi. Qiyomat kuniga bir kuni sabo bilan boramiz. Umr daryosining to'xtamas suvi shahnimi, gadaynimi, cho'ngnimi, kichiknimi o'xshash sur'atda o'z qinida eqitib bormoqda edi. Hashpash degicha To'g'aylar mahallasida qizil sayvi uzum yana 3 qatim pishib tugab ulgurdi. Molla Aysa yana farzandlik bo'ldi. Tunji yurak parisi Molla Musa amdilikda mahalladagilar va hamsavoqlarning zo'qlanib, erkiltib, iftixorlanib, bala Molla Abjadxon deb chaqirishlariga sazovar, bilimdon va texim o'moq bola bo'lib qolgan edi. Hurmatlik ustozlari va ahli bilim otasining tarbiyalari go'dak qalbiga, vujudiga shu qadar o'ngishliq singib boradiki, bu xuddi ajr qilgan dehqonni kuzda suyundirgan munbat tuproqqa o'xshaydi. Molla Musa bu kamlarda Hattiyakni ham savoqlardan, ham baldur, ham puxta egallab qolmasdan Navoiyning So'pi Allah yarining ko'p nazm yozmalarini yodiga o'qiy oladigan darajaga yetgan edi. Balaning chaqmoq ko'zlariga kichikidilla bir putmas nur xiyol alangusi yoshirilgan edi. Uning xiyollari ko'p edi. Yo'l yursimi, tamoq yesimi, hatto darsxonadami xiyolga ketadi. Güdəkning yuragini jimirchan sezim, dardlik bir tuyg'ularga bo'lib, kichikini turibla uni hayot, yarilish, yo'qilish va koinot sirlariga mabnun qilgan bu savdo unumsiz qolmas albatta. Kichikini Molla Musoning yana bir alohidaligi shu ediki, bala ha demayla xushxatni to'limi chiroyli yozadigan bo'lib chiqdi. Molla Aysa mo navbatida zamonisida xushxatchi edi. Lekin u o'z ajri orzusining mevasi bo'lgan tunji o'g'lining chiroyli husn xetiga har qatim qarag'anida ko'nglini bir xil suyunish va mamnuniyat chulg'ib oladi. Bala zo'r ishtiyoq va qat'iylik bilan klassiklar g'azallaridan namunalarni oq sut qog'ozga har xil nusxalarda yezib bitirganida ata bu yozmalarga Gulshandagi chiroyli xushburoq gullarga boqqandek uzoqcha tomosha qilib, maqtanish ilkida bu ko'chirmalarni uyning ko'rinarli yerlariga chaplab qo'yadi. To'g'ayliqlar aslida pat-patla o'zlari hojat bo'lib qolgan har xil salomnoma, hujjat putuklar to'g'risida muddaris Molla Aysani izzat va qo'rnish ilkida izlab kelishadi. Endilikda ular bu ehtiyojlar tufayli zo'qlanish, ishonch tuyg'ulari bilan balamondan topadigan va o'rinlangan hojatlarining haqiqiy xushallik sifatida kichikina Molla Musoga tashakkurlar bayon qilib, uylarda, paran so'rinlarda uning tarifini qilishadigan bo'ldi. 1847-yili 9-oy. Amdila 11 yoshga qadam qo'ygan Molla Muso madrasaning boshlang'ich ma'lumotini to'liq natijalik holda o'z vujudiga singdirib, farzandining ilm yo'lidagi izlanishlariga ko'nglida qoyil va xushal bo'lgan otasining yetaklashi bilan ilm tahsilining 2-safarini boshladi. Molla Aysa o'g'li Molla Musoni ayni zamonda 7 shahar bo'yicha cho'ng o'qitish yurtlarining biri bo'lgan qadimgi Kuchadagi Saqsoq madrasaga o'qishga berdi. Mazkur madrasada ma'rifatparvar ayni davrdagi Uyg'ur olimi Molla Osmon Oxunun mudarrislik qiladigan bo'lib,
bu zat Molla Aysoning yaqin birodarlaridan biri edi. Ilmga, tarixga ishtiyoq bog'lagan, xiyolchan, tafakkur uchuq Molla Musa tiz oradala Molla Osman Axunimning didiga yiqib qoldi. Molla Aysomu hayotlikda o'zi ado qilolmagan va yetilmagan ilm tahsili va ilmiy yuksalishlarga nisbatan zo'r umidini, zo'r ishonch bilan bog'lagan istiqbolli farzandini ko'ngildagidek ustozga topshirganligidan to'liq qanoatlanib, paydak yengil kayfiyatda sayramga, o'z muddarisligiga qaytdi va keyingi vaqtlarda Molla Musoning har taraflama ahvolidan uzildirmay xabar elib turdi. Molla Musa yeni ilmgohi Saqsaq madrasasida texim zo'r ishtiyoq va ijtihod bilan ilm fanning texim yuksak cho'qqilariga qo'nish uchun qanot kerdi. Molla Osman Axunimning tarbiyasida u kunlarni oylarga, oylarni yillarga ulab Qur'on, hadis, tarix, adabiyot, astronomiya, kalendarchilik, grammatika, matematika fanlarini o'qish bilan billa arab, faris, urdu tillarini ijtihod bilan o'rganib, tiz orada kucha bo'yicha shuhrat qozonib, keng jamoatchilikka tunildi. Bir qatim Molla Osman Axunim shogirdini alohida holda uning yotoq hujrasiga boshlab kirib, Molla Musoning ilm tahsili yo'lidagi tirishchanliklaridan to'lim suyunganligini hayajon bilan izhor qildi. Uning g'oyalik bu shogirdi bilan uzoq suhbat qurishi yosh yigitning kelajak orzulari haqida deraklagan edi. Bir talab, ilm ahli bo'lish sifati bilan o'g'lim, sizni eng qiziqtirdig'ini, ya'ni zo'qi maylingizni o'ziga eng tortadiğini nimadir? Molla Musoning chaqnab turgan, ammo xiyolchan ko'zlari ot sifatlik bu bilimdor ustoziga hurmat va ayminish bilan tikildi. Yerga yenig'ili qator dastalangan ko'li muqobilah kitoblar orasidan birini ixtiyorsiz holda sug'urib oldi va mehri bilan bu keng kitobning muqovasini siladi. Molla Osman Axunim yigitning qo'lidagi Qissasul Anbiya kitobiga qaradi-yu, hammani tushundi. Yigit dars oraliqlarida hamisha tarix va tarixiy qissalar, tarixiy zotlar to'g'risida to'la savol so'raydi. Tarixdan xabardor bo'lmoq to'limi savobli ish o'g'lim, dedi Molla Osman Axunim ilm hikmat bilan to'lgan qordek oq sallalik beshini vazminni g'ishtib. Vallohu alam, o'zini bilmagan o'zginimi bilmaydi. Tarixdan xabardor bo'lish istigi bilan chekinib qolmasdan, o'z diyori, o'z millatining tarixiy xususida ilmiy izlanishlar bilan mashg'ul bo'lmoqni istamak bo'lsa, texim ulug' ishdir. Mubodo sizda bu mavzuda ajr etmek ishtiyoq va istak bo'lsa, kamina ustozingiz ham ko'rmisiniz, alhamdulillah qo'ldan kelgan husumatimni oyimasman. Va ham mubodo Alloh taolo sizni shu xayrlik emgakka maqbul ko'rib, kunlarning birida tarixiy sahifalarimizning ahvoroqlarini zinnatlashga tutish qilib qolsangiz, Hazrat Mirza Muhammad Haydar, Shoh Mahmud Churos, Qashqarilarning ruhi sizni yor qilg'oy. Ustozning fasohatlik hamda ko'yimchan so'zlari reallik olimiga amdili savolliq ko'zlari bilan beqib, hayot sirlarini tahdidin qizish istigiga, hayajonliq she'riy tuyg'ular bilan berilayotgan yigitga cheksiz ilhom va suyunish ato qildi. U ustozining hissiyotliq uzun so'zlari oxirlashganda javob va rahmat o'rnida chaddaslik bilan o'rindan irg'ib turib ketdi. Ustoz mehri bilan uni qo'sh-qo'llab sharatliginicha o'rnida yondirib o'tirg'izdi va yenida turgan kitob dastasidan yana bir kitobni, Navoiyning Chahar divonini oldi. Shu narsa nazringizdan soqit bo'lmasinki, o'g'lim, tarix bilan she'riyat chidamliq, parvozkor bir qushning ikki qanatidir. Bu ikkisi bir-birini to'liqlaydi va o'zaro hamdamlashadi. Yuqorida
Men muborak nomlarini zikr qilgan bir necha zot dal shu ikki qanotga ega lochinlardan biri ediki, ularning ilm osmonidagi parvozi sizga sir emas. Qo'limdagi bu olam shumul dasturining muallifi men ham sizning buyuk ustozi bo'lmish Hazrat Alshir Navoiymo men aytgan o'sha zabardast ikki qanotga ega jasur burkutdir. Molla Musa ustozining og'ziga mabdullarcha tikilib qarab qolgan edi. O'ychan ko'zlarida hissiyot uchqunlari chaqnab turardi. Kaminadan xulosa kalam shudirki, siz hammadan ko'proq ustoz Navoiydan o'gining ham tarixchi, ham shoir bo'ling. Sizda shoirona tuyg'ular kamchil emas. Inshaalloh bas savob. Molla Osman Axunum gapini shundoq tugatdi-da, duoga qo'l ko'tardi. Ma'rifatlik ustozining ota yo'lliq nasihatlari yosh Molla Musani necha kungacha uyqudan bedor qilib-atdi. Anglavatqaninglar beli qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Savdogarni adablash. Ayni chog'dagi har qanday madrasa, har qanday bilim yurtlaridagi talib ilmlar, xalfatlarning turmush, maishat qiyinchiliklari ularning bilim izlash yo'lidagi eng zo'r to'salg'i bo'lib, Kucha diyoridagi Saqsaq madrasadagi taliblarning ahvolimi buningdan mustasno emas edi. Ayni zamonda Kuchadagi emgakchi xalq ommasining turmush ro'zg'ori intayin mushkulchilikda o'tib qolmay, balki ilm ahlining hol kunimi o'xshashla seriqdal holatda edi. Molla Osman Axunum har taraflama ilmda kamolatga yetgan, ilg'or fikrlik, xalqparvar zot bo'lish bilan billa kundalik turmushda bayoshat oilaga ega emas edi. U har doim Molla Musa qatorliq o'z shogirdlariga qanoatni, muhtojlikda umr surishning ikkinchi ibodat ekanligini ta'kidlaydi. Saqsaq madrasadagi taliblarning g'urbatchilikda o'tkazgan turmushi ularning tirishchanlik bilan ilm-bilim o'rganishga to'solg'i bo'la olmaydi. Bu jihatda bo'libmi Molla Musa mushundaq edi. Bir tarafdan u otasi Molla Aysani, aziz onasini to'lim ayaydi. Keyingi yillarda Molla Aysa oilasi jansoni ko'p bir oilaga aylangan. Mehribon quvvatlik ota bo'lsa, amdilikda kuchidan bara-bara so'lgan. Oilasidagi qizil o'rik, qizil sayvi uzumlarmi amdilikda ilgirgidek mevalar bermas bo'lib qolgan edi. Zerak ham kuyimchan Molla Musa oilasiga ortiqcha yuk ortishni asla xohlamaydi. Keyingi vaqtlarda Molla Musa g'animat yoshlik mazgili madrasadagi taliblik imkoniyatidan foydalanib atrofliq ko'proq bilim egilib olish ustozining unutilmas nasihati bilan ikki qanotli qushqa aylanish izgu istikida shu zamonda Kuchadagi danliq molla sanalgan Alloyor Axunumdinmi dars elib yuratdi. O'g'lining ilm yo'lidagi matantidan suyingan va qo'sh-qo'llab quvvatlagan Molla Aysa o'zi yemay ishmay farzandlarini osh to'qiyib bo'lsa-mu, Molla Musaga ilm berayotgan Molla Osman Axunum Molla Alloyorlarning ustozlik haqqini vaqt qaralida imkoncha to'liq yetkazib berib turadi. Molla Musa, Molla Aysa oilasining shuhrati, maqtanishi edi. Darvaqa Molla Musaning Sayram To'g'ayla mahallasida qolgan ota-onasi, xususan Islom Axun, Qosim Ilaxun qatorliq qarindoshlari o'z yurtlaridan chiqmay, tarixchilik va kundalik oddiy maishatlar bilan shug'ullanib o'tgan oddiy oqko'ngil odamlar bo'lib, ularning hammasi shu jumladan bo'lak yaqin yurtliqlar, mahalladoshlar Molla Musa bilan faxrlanadi. Va uning texmi buyuk sho'talarga oyoq besishini chin dillar bilan Allohdan tilaydi. Molla Musaning Saqsaq madrasasida jaboliq ilm tahsil qilgan yillarini bilimga muhtojlik, turmush maishatlariga qanoatchanlik fazilati bilan jafoga chidab o'tkazdi. Taliblik sifati bilan u darslardan sirt har xil jismoniy emgaklarga qo'l urib turadi. Madrasaning har xil tozliq seliqlari,
ustozlarining ish kuchlaridan boshqa turmush g'urbatchiligini yengish uchun aralab bo'libmi juma kunlari tushdan keyin rastiga chiqib qora kuchini ishqa selib oz to'lanan puli kitob puli tepishga to'g'ri keladi. Xalpatlik mezgillardila ilm xumarligi va o'tkirlik bilan kucha doirasida shuhrati chiqqan Molla Musa bu nom shuhratlar tufayli jismoniy emgak qilib o'z turmushini qamdashni zodili eg'ir va numus ko'rmas edi. Molla Musa Saqsaq madrasasida o'qiyotgan mezgillarda mundaq bir ish bo'lib o'tdi. Va bu vaqa uning nomini texmi shuhrat tepib jamoatchilik to'nilishiga yana bir sabab bo'lib qoldi. Ayni zamonda jamiyatdagi qo'l ilikida borlardan ba'zilari savob tepish uchun, yana ba'zilari har xil muddaolar bilan madras toliblariga ozdir ko'pdir pul puchak, kiyim-kechak sadiqa qilib turadi. Bir qatim kucha doirasida xeli nomi bor bir savdogar Saqsaq madrasasiga kelib taliblarga oz to'la sadiqa tarqatdi. Dal shu kuni Molla Musa bir zaruriyat tufayli kuchada yo'q edi. Madrasada bor bo'lgan taliblar bulishib talishib sadiqani bo'lishib oldi va takabbur savdogarning haqiqiy hurmatiga duolar qilishdi. Ish kuchlarini bitirgan Molla Musa 2-3 kundan keyin madrasaga qaytib keldi. Savoqdashlar uningga u yo'q chaqda bo'lgan ishni savdogarning xayr ihson tarqatganligini aytib berishdi. Shu kunlarda madrasadagi taliblar umumyuzli qiyinchilik mazgilida turayotgan bo'lib, Molla Musa mo dal qo'rsoq qo'ydi sirtga chiqib, natijasiz yenib kelgan edi. Savoqdash taliblar uning bu ahvolni bilgashga Molla Musani bayqi xayrchini izlab berib beqishga suylab, savdogarga ahvolni aytib, oz bo'lsa-mu biror narsa bersa, turmushiga sarf etishni tavsiya qilishdi. Tanqisliqda uzoq go'langush tutgan Molla Musa oxir talib birodarlarining zo'ridan savdogarning qishig'i berib ahvol aytib beqishni qaror qildi. Necha kun ilgari xayr ihson olgan savdogarning turar joyini biladigan bir yaqin savoqdashi uningga hamroh bo'ldi. Ikki xalpat bir necha ko'chalarni agib o'tib, bir mahalladagi xilili hashamatlik bir qo'rug'iga kirib bordi. Xizmatkor 2 yosh mollaning muddasini uqqandan keyin ularni xo'jayinning qishig'i boshlab kirdi. Ironiy gilam ustida eg'inib yotgan savdogar 2 namrat talibni ko'rib tiklandi-da, ularning salomini bosh qimirlatib elib Molla Musaga erinchaklik bilan qaradi. "Ha, kiring xalpat, bu yoqqa kelib qopsiz. Biror ishga kelganmidingiz?" deb so'radi. Savdogarning turqini ko'rib, o'zining toliblarining zo'r bilan kelib qolganiga allaqachon pushaymon qilib bo'lgan yuzi tuvan Molla Musa amalsiz duduqlab, tarlab pishib, kelish muddasini bayon qildi. Bir pas sukutdan keyin savdogar masxirlik ovozda kulib ketdi-da, ko'rinlik bilan: "Beradigan sadiqamiz tugab ketdi. Siz kechikib qopsiz. Kelarigili keling, ha?" dedi-da, kelangsiz bastini gilamga tashladi. Xo'rliqdan dili qattiq azor yegan Molla Musaning ko'ziga o't tiqilgandek bo'ldi. Hamrohini orqada qoldirib, ushqandek tezlikda ko'chaga chiqdi. Aqlliq, istiqbolliq savoqdash uchun tangli g'azablangan heliq talib bonu qadamini ittikiltib Molla Musaga yetishdi-da, uningga nimalarnidir deb tasalli berdi. Molla Musa bo'lsa hamon un chiqmaydi. Kallasida fikrlar vajildab qaynaydi. Hamrohi shu holatda uning eg'izdan chiqqan muni misrani anglab qoldi. "Nechun shuncha sening alga azoring, va'ni tufayli idur iftixoring." Molla Musa shu mangancha madrasa yoqqig'imi burilmadi. Udul bozor tarafga yo'l oldi. Mengib bir do'kon oldida to'xtadi. Yengni aqtirib bir necha parcha yarmoq chiqardi-da, do'konga kirib 2 taxt saman qog'ozni setib oldi. Shundala uning kayfi bir oz izg'i tushgandek bo'ldi-da, yeniligi hamroyiga: "Qaytaydi", dedi. Atsi kucha bozorining eng qiziydigan yeri birdilla texmi qaynab ketdi. O'tgan kashgan yo'lovchilar turmush g'amida mollarini ko'tirib, sirtqa chiqqan baqqallar, navoiylar, choqchilar, aski tuskichilar,
otlarini yo'rg'iltib rastidan beparvo o'tib ketib borgan boyvachchilar, chumbanlik mazlumlar, hayvijon yasovullar, gedaygan baylar, hammasilar rastining ko'zga ko'rinarlik yerga chaplab qo'yilgan edi. Saman qog'ozga odam qarab o'ltirg'idek xushxat bilan yozilgan, tili ajoyib o'tkir hajvisi qiyomiga yetgan nazmini o'qishyotdi. Xat tonimaydiganlarga boshqalar o'qib berishadi. Qaqoqlab yutunlarga, maydinlarga shaqildatib urishib kulishadi. Kimlardir saman qog'ozlarni qatlab tizlariga, birovning dumbilariga qo'yib olib nazmini ko'chirishadi. Ko'ran savdogarlarning razilligini ajoyib ustalik bilan so'kkan bu g'azalning xazinasi shu kunila yiroq-yiroqlarga, mahalla-mahallalarga tarqaldi. Irg'izlarda kunlar yotlanib yurdi. 2 kundan keyin chiroyining xuni yo'qolgan, Ironiy gilamga yon boshlagan chog'dagi ko'ranligidan qilcha asar qolmagan heliqi boy savdogar musha hafta ichida 2-chi qitim Saqsoq madrasasining darvozasidan kirib keldi. Uning orqasidan 2 xizmatkor yo'g'on patnisqa liq so'g'i salom tizib, ko'tirgan peti yo'rg'ilab kelib atadi. Birsi hujrning ishkini qiqib, Molla Musoning ismini atab chaqirdi. Tushlik aramini elvatgan Molla Muso chala uyqudan turib, hujr ishkini ochdi. Tashqarida bir muncha odamlarning hamrohligida heliq savdogar turadi. U Molla Musoni ko'ribla qo'l bog'lab yodek egildi. Hocam, meni apu qilib atgan bo'lsinlar. Kecha xiyollari tong shapqidek barg'ansir yurib kelayotgan amdila 17 yoshning qarisini olgan Molla Muso qattiq saman takining ustiga olqonlarini, uning ustiga beshini qo'yg'inicha qorong'u to'risqa tikilib yetib, bir-biridan yo'ruq fikrlarni surmoqda edi. Birovning oldiga ta'ma bilan berishim eng tunji ham eng oxirgi qitim bo'lsin. Ustozimning so'zi to'g'ri. Ilm ko'kida qanot qiqish uchun mustahkam qo'sh qanot bo'lmoq lozim. Bu yo'lda tahsilni kuchaytirib, tafakkurni oshirib, Mirza Muhammad Haydar Shoh Ahmad Jo'ras, Muhammad Sodiq Qashqarlarni ulgi qilmaqim, ruhiy nuroni Alshir Navoiyni chin qalbimdan ustoz qilmaqim lozimdir. Ah, suyimlik ota-ona. Sizlar farzandinglarga hayotli emas, balki qanot ato qiladigan eng qadrdon padarim, murabbim sizlar. Uxlab qolay. At texim g'o'shliq, bardam turishim uchun orom olay. Anglayotganinglar Beliq to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Sayramdagi yosh muddaris. Miladiya 1854-yili Saqsoq madrasasini yuqori natija bilan tugatgan Molla Muso yoshlik kuchi va o'ti bilan tashqinlab turgan yurgida ormonlar va ota-ona qarindoshlariga, yurtdoshlariga, xullas suyimlik yurti Bay nahiyasining Sayram diyoriga bo'lgan muhabbatini elib, oilasiga qaytib keldi. Molla Musoning o'z qadim joyiga qaytib kelishi yurtdoshlari mahalladagilarni to'liq xursand qilyapti. Yosh ham mo'l bilimlik bo'lgan, olgan bilimi yetgan kamolat uchun Sayram madrasasining mudarrisligiga tayinlangan Molla Musoning olqonlari qo'ldan qo'llarga, o'zi so'rindan so'rinlarga o'tdi, almashdi. Molla Aysa qerib qolgan edi, lekin qiron o'g'lining xosiyatidan yoshardi. Mehribon ona farzandlar xizmati tunji o'g'ilning ayrilish firaqida sal mukchaydi. Ammo donishmand yurak parisini bag'riga bosqinida qaddi elibdek tuzilib qoldi. Molla Musoning orqasidan bas-basta o'sib yetilgan to'g'aylarda dehqonchilik, o'qatchilik bilan shug'ullanishga taqdir qismatlari qaror topgan qarindoshlar, sho'x eni singillar o'yladiki qizil o'riklardek chaqnab ketishdi. To'g'aylarning tartinjoq, go'zal va hujralariga mahkum qizlari zibo qomatlik yosh muddaris haqida tatli xiyollar surishdi. Yosh yuragi ilm va qaynoq armonlar bilan to'lib toshgan Molla Muso Sayram madrasada xosiyatli kasb ilm talablarini tarbiyalash,
ma'rifat urug'larini chechish bilan shug'ullanishga boshladi. O'z vaqtida Sayram madrasasi xeyli cho'ng dangliq madrasalarning biri bo'lib, yaqin atrofdagi yezi qishloqlardan uzilmay taliblar kelib, ilm tahsil qiladi. Sayram o'zi kichik yurt bo'lsa-mu, zamonisida Janubiy Shinjong bo'yicha Qashqar, Kucha qatorliq 7 shahardan qolsa xeyli nomi bor ilm ahlilari to'plashgan hamda Yipak yo'lining markaziga joylashgan, kishilar og'izda shahar nomi bilan ataydigan joy edi. Shunga Sayramning nomi har qachon baydan burun tilga ilinadi. Darvaqa hozirmo Sayram va Sayramga qo'shni yezilarning kishilari Bay nahiya bozorini Bay bozori, Sayramni Sayram shahri deb atishib qo'ydi. Buningga balkim ayni vaqtlarda Sayram amaldorlarining Aqsu, Kucha amaldorlariga o'xshash martabada bo'lganligi sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Bu to'g'risida keyingi vaqtlarda zikrimizdagi yetuk olim Molla Musa Sayrami mundaq deb yozgan edi. Xaqani Chin mansabdorlari amirlar urqidan bo'lgan bir kishidan bu odamlarni qanday qilsa ular xonga tava bo'lib xizmatini qiladi deb so'rabdi. U kishi: "Bu odamlar mening so'z buyrug'imdan chiqmaydi. Menga cho'ng mansab bersanglar, men ularni ulug' xonga tava qilib beray" deb javob beribdi. Xaqani Chin mansabdorlari buni ma'qul ko'rib, xonga ma'lum qilib, uningga Aqsu, Kuchaning hokimlari bilan o'xshash darajada 3-jaralik mansab beribdi. Shunlashqa Sayramning hokimlari burundilla Aqsu, Kuchaning hokimlari bilan jaraka va martabada barobar edi. Lekin ularga qaraganda puhralari oz va yurti kichik edi. Navbat kelganda Sayram degan nom va Molla Musaning Sayrami deb atilishining sababi haqida to'xtalib ketaylik. Bu haqida Tarixiy Hamidi nomli shahona asarda mundaq deraklar bor. Quntayji Sayramga yetib berib, bu joyni ikkinchi qatim besib olib, bir necha odamni o'ldirib, talon-taroj qilibdi. Bu chaqda Sayram ahli G'o'ji urqi, Shoh urqi, Amir urqi deb 3 qabila yoki 3 urug'dan iborat ekan. Quntayji bu 3 urug'ning ism va kattallarini tanlab, har urug'dan 20 o'ylikdan 60 o'ylik odamni ahli ayollari va bola farzandlari bilan oq o'ylik qilib ko'chirib, o'z yurti Eliga elib ketdi. Ularni bu joyda 1 yil atrofida turg'izib, ondan Turponga avatibdi. Ular Turponda 2 yilgacha turibdi. Bu kunlarda Quntayji yo'qlik makonidan o'rin epdi va Xoqon lashkarlarining Eli bilan 6 shaharga kelganligi xabar anglanibdi. Bu 60 o'ylik odam endi o'z yurtimizga kelsak bo'ladigan deb hadisda vatanni suyish imondan deb ko'rsatilgandek o'z yurtiga ketib, qovun qarindoshlariga o'lishish uchun Turpondan qo'zg'ilib Muzdavonga kelganda Chin Xoqonining chiriklari uchrab, chirik beshi ko'chmanlardan "Sizlar nima odam?" deb so'raganda, ular o'z qismatlari, arzi holini bayon qildi. Chirik beshi shafqat yusidan ulug' xonning chiriklari keldi. Yo'lla qalaymaqan, tinjib bo'lg'icha dehqonchilik qilib kun elib turinglar deb sabab ko'rsatib, ularni Yoqiriq degan joyga elib kelib o'rinlashtiribdi. Ular bu yerdami bir necha yil turib, oxir Bay tavasiga berib o'rinlashibdi. Bu yerdami bir mezgil turib, yanili ko'nalmay tog' eg'izi va kangri joyishgan deb ushbu Sayramga kelib to'xtab qopdi. Ular aslida Toshkentning Sayram degan joyidan kelganligi uchun boshqalar ularni Sayrami deb atabdi. Darvaqa Sayramlik peshqadamlar hozirgacha bizning asl yurtimiz Toshkentning Sayrami, hozirgisi bo'lsa ko'shgan Sayram degan gaplarni qilib qo'ydi. Olim mushi asrda yana o'z nasabi haqida to'xtalib, yana mundaq ma'lumotlarni beradi. G'o'ji urqi deganlar o'zlarini Alavilar yana Ali Kiram Mulla Vajhu bilan nasablashish deb hisoblab, biz uning avlodi bo'lamiz deb faxrlanadi. Kamina, menmi ushbu urug'dan bo'laman.
ata bovimizdan qolgan xush muborak shajara hozirmi mavjud bo'lib, men uni tabarruk qilib saqlamoqdaman. Tarixiy Hamidiyda qayd qilinishicha, G'o'ja urug'iga berilgan oliy yorliq nishoni milodiya 1538-yili Molla Musa Sayramining 12-buvisiga berilgan bo'lib, Molla Musa mushu asarni yozg'icha uni tabarruk qilib saqlab kelgan va o'z kitobiga kirgizgan. Yuqorqi kitoblardan kitobxonalarimiz Bay Sayramning ayrim alohidaliklarini va otilish tarixini, Molla Musaning keyingi vaqtlarida o'z asarlariga Sayrami taxallusini ishlatganligining sababini bilib oldi. Endi asli mavzuga qaytaylik. Shunday qilib, Molla Musa o'z yurtida o'zi bir chaqlarda ilm tahsil qilib, jahon hikmatlari va sirlaridan dastlab xabardor va bahramand bo'lgan bilimning cho'nqur kollariga sho'ng'ib, aqliy komilligiga yuzlanish, ma'rifat buloqlaridan qong'uch sharbat ichish taqozzosida asos solgan Sayram madrasasida chin ishtiyoqi bilan shogird tarbiyalash ishiga kirishib ketdi. Gerçi saqsaq madrasada nurg'un bilim hosil qilgan va nurg'unlagan yangiliklardan xabardor bo'lgan bo'lsa-mu, uning qalbida otasi yanala bilimdan ustoz va talabchan padar edi. Islom erkan ahkomlaridimi, Uyg'ur millatining shonliq dasturlaridimi u otaniga vafodorlik, kuyimchanlik va hurmat ko'rsatishning bilimga nisbatan talabchan, kamtar bo'lmoqning xislatlarini, qoida mezonlarini o'rgangan edi. Otasi so'zga eg'iz ochsa, u adab bilan tingshaydi. Farzandlari g'amida yillar sari qaddi dal bo'lgan, qiyrigan sari ko'ngli yumshoq, ko'zi yoshliq bo'lib qilayotgan Molla Aysa o'g'li Molla Musaning navqiron, pokiz sumbatiga ko'z solganida zo'q to'latdi. O'zi hayotida yetolmagan ilmiy yuksakliklarga o'g'lining qadam yetkazishini yaratquchidan tilaydi. Bu jihatda onaning tilak, tuyg'unlari otaninkidan kam emas. U o'xshash farzandlar orasida Molla Musoga ayrimchi kuyib pishatdi. Sayramliqlar orasidami Molla Musoning izzat hurmati bo'lakcha ustun bo'lib, bilimlik, o'qimishliq odamlar ko'p bo'lgan Sayramdagi xalq Molla Musoning yop-yosh turibla mudarrislik layoqatiga ega bo'lgan, ko'zlari chaqnoq, xiyolchan va eg'ir besiq o'g'lini chin dillaridan hurmat qilishadi va uningdan faxrlangandek parallashadi. Alqisa bir bamdod namozdan keyin jamoat yosh mudarrisni mihrobga taklif etishib, xeyridan beri o'ylab kelayotgan bir tilaklarini iltijo qilib berishini Molla Musodan so'rashdi. Cho'nglar orasida ham faxr, ham dakki-dukki ichida o'tirgan otasidan sal-pal yiqib, ko'ngli lol bo'lgan Molla Muso oxir birdan g'ayratga keldi-yu, shariat yo'li va tariqat intilishlari haqida ajoyib ibratli hikoyatlar, kalomu sharif va hadis naqllari, donolar hukumatlarini joy-joyida ajoyib chevarlik bilan tilga elib vazxonlik qildi. Tinglab o'ltirganlarning ko'ngil bo'stonlari yosh izdanguchining fasohatlik nutqining mayin xushbo'y shamollaridan sagib, xeyli vaqtlargacha Molla Musoning tarafini eg'izlaridan tushirmay yurishdi. Bu ish tufayli hammadan ko'proq va battar hayajonlangan, maqtangan Molla Aysa shu kuni oila nasabnomasi tirkalgan ko'ni muqovliq apli daftarining oxiriga mundaq qurlarni putgan edi. İbara ko'nglimni shod etdim shukri. Men peqir qulungni yod etdim shukri. Qiyirliq beg'imda undi sabr hol. Qaddidak tiklandi qaddim asli dal. Sulmasun o'g'limning bulbul zaboni, asli kam bo'lmag'ay jimi imkoni. Tang sahar Sayram madrasi ayni yillardagi balamollig'i o'xshash chuchuk dilliq qo'noq güdeklarning churildoshlari bilan yana kundagidek uyg'onib jonlandi. Talabchan Molla Muso o'zi güdak vaqtlaridagi sahar turib takror qilish, yodlash odatini shogirdlarga talab qilib qo'ygan va singdirgan edi. U goh hujraga, goh lamp tegiga qatnab,
go'dak ilm talabalarining atdiganlik mashqiga yetakchilik qiladi. Birlarini maqtaydi, birlarini tanbihlaydi. Onungacha yaqin oradagi uylardan qatnab o'qiydigan shogirdlarmi bir-biridan kelib to'liqlandi. Balalarning har biri oldi bilan ustozining oldiga kelib salom bajo keltiradi. Gohillari dadis avatgan oz to'li iltifotini akalganning miqdoriga, qimmatiga qarab har xil ifodalarda yosh mudarrisga sunishadi. Lekin Molla Musa kim qanchalik va nima elib kelmasin, o'xshashla illiq chiroy va shirin so'z bilan qabul qiladi. Va shogirdlarining oilasiga rahmat, yaxshi tilaklar yo'llaydi. Sayram madrasadagi barliq taliblar yosh mudarrisni o'tkir zehni, mo'l bilimi bilan emas, ana shunday qanoatchan xislati, ta'madin, kibrdan yiroq fazilati bilan yaxshi ko'radi. Albatta, o'z dil porilarini mazkur madrasada Molla Musaning huzurida o'qitayotgan ota-onalar mushundaq hissiyat va fikrda edi. Molla Musa Sayram madrasada mudarrislik qilayotgan chaqlarda pat-patla to'g'aylarga berib, ota-onasini va qarindoshlarini yo'qlab turadi. Dam olish mezgillarida u mudarrislik salobatini va molla sifat kiyimlarini silib tashlab etib, xuddi bir tuqqan inillarga o'xshashla bir ishchan, didliq dehqonga, bog'vonga aylanadi. Uyning qattiq yirik ishlarini iloji bor ko'proq qilib, onasini, inillarni xush qilishga tirishadi. Bundaq chaqlarda ana parvoni bo'lib, molla o'g'lining atrofini agaydi. Molla Musamo onasi bilan ko'proq mundishib, u g'amxo'rining ko'ngil etizini farzandlik mehri chashmasi bilan cheliqishib sug'urishga tirishadi. Bir tuqqan inillari sadda, muloyim va ko'yimchan bo'lib cho'ng bo'lishgan. Ular Molla Musani tog'dek ustun ko'rishadi va o'zlarining shundoq bilimlik, al nazarda inovat ustun aqllari bo'lganligi bilan har doim faxrlanadi. Oldingi batlarda qayd qilganimizdek, Molla Musa har qitim oilasiga qaytganda masjid jamoati bilan didorlashib, namozdan keyin yurtdoshlarining talabi bilan vazxonlik munbiriga chiqib, chanqoq dillarga shariat va tariqat bayonlaridan yomg'ir separ edi. Dehqonchilik oldirash paytlarida dehqon yurtlari Hasan harlarning inillarida qaynam tashqinlik chunib ketadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma odam daloda, etiz bog'lardan xomon quchqigacha yamrab, jiddiylikka beriladi. Bir yillik ajrini bir tanlab yig'adi. Odat bo'yicha mundaq chaqlarda Sayram madrasasi taliblarni bir mezgil o'qishdan ozod qilib, ularning etiz-eriq amgaklarida ota-onalarining qo'liga qo'l, putiga put bo'lishlariga imkoniyat yaratadi. Bu mezgilda Molla Musamo oilasining yig'im ishiga hamkorlashadi. Hammadan ko'ngilliki o'g'li mezgili edi. Kunning qiziqi qancha o'tgan sari o'g'lichilar o'zini shuncha rohat, ko'ngillik sezadi. Tarlar bu yillardan, manglaylardan shurqirab eqib, tallardan dehqonga xos bir xil puroq anqiydi. Molla Musa doimqidek bir yoqdan o'mi o'rg'ash, yana bir yoqdan to'xtamay kollasidagi tugumas xiyollar, munozirlar bilan band edi. To'satdan ittik o'g'oq uning so'l qo'lining boshmaltiqini kesibatdi. Og'riq azobi tantiniga tarab, shuruldab eqiyotgan qonni to'xtatish halakchiligida o'zidan sal nerida bog'-bog'layotgan ilohini chaqirgan Molla Musaning atrofiga birdamdila qarindoshlari to'plandi. Biri nadindir lat tapdi. Biri yerdan nam to'pi oldi. Bir pasdan keyin tengilgan qo'lning og'riqi kichikgina yengilladi. Molla Musa ansirashgan qarindoshlarini xotirjam qilay dedi-mu, chiroyiga qiziqchilik tusi berib qo'shiq to'qidi. Yemay to'ydim bundaq ashqa, chunishdagida oltin boshqa, bu o'rmini o'rmisam kunim o'tmaydi bundan boshqa. Atrofdagilar Molla Musaning hozir javobliqidan so'yinib va qo'shiqning hajvisidan qiziqsinib paraqqida kulib ketishdi. Bu qo'shiq Molla Musaning o'rg'oqda qo'lni kesib olganlik xabari bilan qo'shilib, qo'shni etizlarga taradi va xeyli vaqtlargacha mashhurlanib yurdi.
Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mahmud Muhammadning Tarixning ko'zi Molla Musa Sayrami nomli asrini bugun mush yergacha anglatdik.